Tak, 3-yozmish 41-masala. Diyorbek Rayhona va Nigorada energiya almashinuvi natijasida 9720 gramm glyukoza ajraldi debdi. 7920 gramm glyukozani 180 ga bo'lamiz. 44 ta demak glyukoza parchalangan. Unda birinchi Diyorada 75% chala parchalandi. Demak, Diyorada chala va to'la parchalangan glyukozalar deb yozib olamiz. 25% to'la, 75% chala. ATFda ajralgan energiya 640 kilojoule debdi. Ya'ni anaerob bosqichda 40 ga bo'lganimizda 16 ta ATF chiqadi. Bu ikkinchi bosqichga tegishli. Agar ikkinchi bosqichda 16 ta ATF chiqsa, demak glyukoza ikkinchi bosqichda 2 ta ATF hosil qiladi. 16 ni 2 ga bo'lsak 8 ta glyukoza demak parchalangan deb olishimiz mumkin. Parchalangan glyukozalar soni jami 8 ta. 8 tadan 2 tasi to'la parchalangan 25%, ya'ni 8 dan 75% 6 ta hisoblanadi. Chala parchalangan. 6 ta chala, 2 ta to'la parchalangan ekan. Diyorbekda. Endi Rayhonada ham glyukoza to'la va chala parchalangan deb olamiz. Bunda ham xuddi shunaqangi holat. To'la parchalanganlar 25%, chala parchalanganlar 75%. Anaerob bosqichda 108 ta hosil bo'lgan debdi. Anaerob bosqich bilamiz, to'la parchalanganda mitoxondriyada 36 ta ATF hosil bo'ladi. Bitta molekula to'la parchalansa. Shunga mitoxondriyada 36 ta hosil bo'ladi. Bitta glyukoza parchalansa, bizda 108 ta ATF hosil bo'lsin degan. Demak, proporsiya ishlab qo'ysak bo'ladi bu yerda. Bitta 36 ta hosil bo'lsa, 108 tasi nechta glyukoza parchalanishidan hosil bo'lgan. Proporsiya 36 dan 108 3 marta ko'p proporsiya ishlaganimizda x teng 1/3 ko'paytirib qo'yamiz, 3 ta bo'ladi. Ya'ni 108 1 ga ko'paytirib 36 ga bo'lsak, 3 ta glyukoza to'la parchalangan. Agar 25 tasi 3 ta bo'lsa, 75% qancha bo'ladi? 25 ta to'la parchalangan, 3 ta to'la parchalangan 25% bo'lsa, 75% 3 marta ko'proq bo'ladi. Ya'ni 9 ta chala parchalangan. Nigorani organizmini ko'rib chiqamiz. Demak, Nigorada glyukoza to'liq va chala parchalangan. Parchalanmagan sut kislota miqdori hamda karbonat angidrid miqdori 1 ga 9 degan. Parchalanmagan sut kislota faqatgina chala parchalangandagina olamiz. To'la parchalangandagini olmaymiz, chunki to'la parchalanganda hosil bo'lgan glyukoza parchalanib ketadi. Sut kislotani bir qism, ya'ni x deb olamiz. Karbonat angidridni 9 qism degan, shuning uchun 9x deb olamiz. Hozircha bizga noma'lum. Glyukoza miqdori bizga 44 ta berilgandi. Diyorbekda 8 ta, Rayhonada 12 ta. Demak, jami bizda 20 tani ayirib tashlaymiz ekan. 40 minus 8 minus 12. -24 ta glyukoza bizda Nigoraga tegishli bo'ladi. 24 tadan to'la va chala parchalanganlarni topib chiqishimiz kerak. Bizga 9x bor. Proporsiya ishlaymiz. Pastda 2 ta sut kislota, bitta chala parchalangan hisobiga bo'lsa, x ta 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, 0,5x chala parchalangan. To'la parchalanganni ham xuddi shunday topamiz. 9x ni 1 ga ko'paytirib 6 ga bo'lib olsak, 1,5x to'la parchalangan. 0,5x plus 1,5x jami 24 ta chiqadi. Tenglamadan xulosa chiqarib x teng 12 deb olsak bo'ladi. Ya'ni chala parchalangan topish uchun 0,5x bo'lsa, 6 ni 0,5 ko'paytirib 12 ni 0,5 ko'paytirsak 6 tasi chala parchalangan. 1,8 ni
12x ni 1,5 ga ko'paytirsak 18 tasi to'la parchalangan. Demak, Nigoradagi to'la va chala parchalangan glyukozalar miqdorini ham topdik. Demak, A savolda uchala organizmda jami ajralgan ATF miqdorini toping degan. Demak, ATF to'la va chala parchalanganlarni hisoblaymiz. To'la parchalangan ATFlar 2 ta, 3 ta hamda 18 ta. 2, 3, 18. Demak, bizda 23 tasi to'la parchalangan. Bizda jami ATFlar miqdori 44 ta edi. Glyukoza miqdori 44 ta edi. To'la parchalanganlari 2, 3, 18. Jami 23 tasi to'la parchalangan. 44 tadan 23 tasi to'la parchalangan bo'lsa, 21 tasi chala parchalangan. 23 dan 38 tadan ATF chiqadi, 21 tasidan 2 tadan ATF chiqadi. Jami miqdori esa 21 da 42 ta, 23 da 38 ga ko'paytirsak 874 ta. Ikkalasining yig'indisini topadigan bo'lsak 916 ta ATF ajralib chiqadi. Demak, bu A javob. 916 ta ATF. Keyingisi B savol. Demak, ikkinchi savolda Diyorbek va Rayhonadan ajralgan jami issiqlik energiyasi Nigorada chala parchalangan glyukozadan ajralgan jami energiyadan qancha ko'p deb savol berilyapti. Birinchi, Diyorbek va Rayhonadan ajralgan issiqlik energiyasini topib chiqamiz. Bu yerda Diyorbek va Rayhonada umumiy hisobda 20 ta glyukoza parchalangan. Ikkinchi bosqichda 120 kilojolda energiya ajraladi. Shuning uchun 120 ni 20 ga ko'paytiramiz. Uchinchi bosqichda ham parchalanganlar soni Diyorada 2 ta, Rayhonada 3 ta. Jami 5 tasi uchinchi bosqichda parchalangan. Uchinchi bosqichda 5 ni ko'paytiramiz 1160 ga. Hammasini yig'indisini topsak, demak, Diyora va Rayhonadagi umumiy issiqlik energiyasi ajralib hisoblab topishimiz mumkin. Bir-biriga ko'paytirib qo'shib yuboramiz chiqqan sonlarni. Har birida 200 kilojoldan energiya chiqadi. Ya'ni 6 ni 200 ga ko'paytirsak 1200 kilojol energiyani ayirib tashlaymiz. Demak, 6 ko'paytirilgan 200, chunki bitta glyukoza chala parchalanganda 200 kilojol energiya ajraladi. 1200 kilojol energiya Nigorada ajralgan. 8200 dan 1200 ni ayiramiz. Yetti ming kilojol energiya farq. C savoli. Rayhonada sitoplazmadagi jami energiya Diyorbek va Nigoradan ATFda to'plangan energiyadan qancha kilojol kam deb so'rayapti. Rayhonada sitoplazmada jami energiya. Sitoplazmadagi. Rayhonadagi sitoplazmadagi energiyani topish uchun Rayhonada 12 ta glyukoza ikkinchi bosqichda parchalangan, 12 ni 200 ga ko'paytiramiz.
2400 kilojoul energiya ajralib chiqar ekan. kilojoul energiya. Bu rayhonadagi sitoplazmadagi jami energiya 2400 kilojoul ajralgan deb hisoblasak bo'ladi. Endi Diyorbek va Nigorada ATFda to'plangan energiya miqdorini hisoblashimiz kerak. Diyorbekda ATFda to'plangan energiya miqdori umuman o'zi Diyorbek va Nigorada 24 ta 8 ta. Ya'ni to'la parchalangani bu yerda ikkita parchalansa 76 ta hosil bo'ladi mana. Chala parchalangan 6 ta, 6 tadan 2 tadan chiqsa 6 kare 2 12 ta ATF Diyorbekda chiqadi. Nigorada 18 ta to'liq parchalangan. 18 ni ko'paytiramiz. Demak bu yerda Diyorani o'zidan 76 plus 12 ta jami 88 ATF chiqdi deb yozib olyapmiz. Nigoranikini hisoblasak. O'n sakkizni 38 ga ko'paytiramiz. To'la parchalanganda 38 tadan ATF chiqadi. ATF chiqar ekan. Chala parchalanganda 6 ta bo'lsa, har biridan 2 tadan 6 kare 2 12 ta bo'ladi. 12 ta 684 ta. Demak 696 ta. Nigorada ATF ajralib chiqqan. Umumiy ATFlar miqdori 88 plus 696. Bularning yig'indisini 40 kilojoulga ko'paytirsam ATFdagi energiya kelib chiqadi. Üç bin 1132 kilojoul energiya. O'ttiz bir ming 360 kilojoul energiya ekan. 31360 dan 2400 kilojoulni ayirib javobimiz chiqadi. Yigirma sakkiz ming 960 da 18 ming yozib qo'yibman. 28 ming 900